Bizning qurugining shundoqqina yonginasidan 5 sotixlik quruq hovli uy joyimiz chiqib qoldi. Uni video davomida obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Hovli joyimizni kommunalkalarda muammolari yo'q, dokumentlari akamiz nomlarida bemalol hujjatlarning muammosi notariusdan bo'ladi. Bu joyimiz 5 so'mdan iborat. Aytgancha, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5000 AQSh dollar. Kelishadigan joyi bor. Kanalimizga like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha.